ishlatiladigan hamda mehmonga qo'yiladigan chinnilarni tushuntirib o'taman. Masalan, chinnimiz mana ko'rishingiz mumkin, zallari kamroq berilgan, sifatlari ham yaxshi. Bu chinnimiz uyga. Bunisi bo'lsa mana chetlari tilla bilan bezatilgan chinnilarimiz. Bu mehmonga qo'ysangiz chiroyli chiqadi. Masalan, keyin salfetga qo'yadiganimiz tuzdorlarimiz bor. Buni uyga qilsangiz yaxshi chiqadi, lekin mehmonga bundaqa zari bo'rtmaroq, chiroyli turadigan narsalarni qilishingiz kerak. Xo'p, yana nimaga ekan? Keyin mana ma'murimiz, martinkamiz. Buni uyda futbolga seriallar ko'rayotganingizda chaqish qo'yib solib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin mehmonga bunaqa bo'y balalarni qilsangiz, ancha chiroyli ham vid berib turadi. Keyin salfetga soladiganimiz uyga. Bitta qo'yib qo'yasiz, uzoq xizmatingizni qiladi. Mehmonga bo'lsa bunaqa bejirim chiroyligini qilsangiz, ancha chiroyli chiqadi. Fujurimizga keladigan bo'lsak, fujurimizni mehmonlarga mana shu xalodnilarga bo'yi baland chiroyli variantlar qilsangiz yaxshi chiqadi. Uyga bo'lsa eng yaxshisi mana bunaqa обычный fujurlarimiz, bo'yi kichkina variantlar. Yuvishga ham, boshqa narsalarga ham oson. Qosh yuvilkani ham ahamiyat beradigan tarafi, uyga olgan bo'lsanglar, har doim zari kamroq variantini olishinglarga tavsiya qilaman. Chunki ertaga buni ko'p mo'yka qilishinglar bor. Mehmonga bo'ladigan bo'lsa, shunaqa zarli ham chiroyli variantlarni qilishinglarni tavsiya beramiz.